Hozirda topayotgan oyligingiz oydan oygacha yetmaydi. Masalan, 3 million so'm oylik olasiz, xarajatlaringiz 3-4 million so'mni tashkil qiladi. O'zi zo'rg'a yo'lkiraga pul ajratib turgan bo'lsangiz. Videoni kuzatishda davom eting. Bu muammodan qutulish uchun sizga ajoyib yechim o'rgataman. Bunda pulni to'g'ri taqsimlash va shaxsiy hayotda foydaga chiqishni 3 ta yo'li mavjud. Uchinchisi eng asosiysi hisoblanadi. Bulardan birinchisi o'z hayotingizni rejalashtiring va vaqtingizni taqsimlang. Bunda siz ortiqcha vaqtingizda keraksiz xarajatlar qilishingizni oldini oladi. Ikkinchisi, har bir ishlatayotgan mablag'ingizni yozib boring. Bu sizga oy oxirida qaysi xarajat turiga qancha pul sarflaganingizni va qaysi xarajatlaringizni qisqartirish kerak ekanligiga ko'rsatib beradi. Uchinchisi, eng asosiysi hisoblanadi. O'z hayotingizda va shaxsiy moliyada tartib va intizomni yo'lga qo'ying. Bu sizga moliyaviy muammolardan qutulishga sezilarli darajada yordam beradi. Keyingi videolarda qarzadan qutulish bo'yicha qo'llanmalar va tekin darslar berib boraman. Mani sahifamga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting.